Assalomu alaykum aziz do'stlar. Abrorbek Raimov kanaliga xush kelibsizlar. Bugun 20-aprel sanasi bilan Toshkent Sergeli mashina bozoridan Spark so'ragan obunachilar uchun Spark narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Video boshidan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Videoni uzmasdan olib ketaveramiz. Birin-ketin ko'rsatamiz. Kimdir yo'q, kerak emas, olmaylar desa, demak kerak emas, olmaymiz. Chunki ular qimmat aytadi baribir. Kerak deydiganlardan ko'rsatib o'taveramiz. Bilaman, hozir quyida keltiriladigan muammolardan hech bo'lmaganda ikkitasi sizda bor. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlarga maxsus massajyor apparatlar, bo'g'im og'riqlari, revmatizm, artrit, poliartrit, osteoxondroz, bo'y pastlik, buyrak, jigar, oshqozondagi yallig'lanishlar, protein, kreatin, geyner, aminokislota kabi barcha turdagi sport ozuqalarini sof savdo onlayn magazini orqali topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Xo'p, Sparklar qatoridan o'tamiz. Assalomu alaykum. Ko'rmisiz? Ko'rsatib kelsak bo'ladimi aka? Ko'rsatib kelsak bo'ladimi YouTube'ga? Yili nechi edi? 15. Bir qo'l aka. 2015-yil bir qo'l ekan do'stlar. Katta motor, ABS bor. Kichkina motor, 15 katta motor chiqmaganmi aka? Mexanikalar. Bu avtomatda 2 euro avtomat. 2 euro avtomat. Orqa misarovka, oldi knopka bo'ladi-da. Bu kichkina motor ekan. Kraskasi qanday aka? Qolgan joylar tozami aka? Qolgan. Zapaskalar tushmagan hali. Oldi knopka, orqa misarovkali ekan do'stlar. Avtomat ekan u? Avtomat. Sport. Xo'p. 78 ming probeg bo'lgan. Bir qo'l haydalgan. Telefon nomerlari 99 0 72 22 97 720 31 34. Aka narxini qancha deyapsiz? 6800 so'ra. 6800 kami bor. Kelishtirib beriladi, kami bor. Qiziqqanlar bo'lsa, aka nomerlarini qo'ydim, aloqaga chiqaverasizlar. Aka faqat naqdkami yo variantdan bo'ladimi? Faqat naqdga chiqadi. Rahmat aka. Bilasizdan emasmi aka? Xo'p, Sparklar qimmat. Nexia 3 bilan Sparkning narxi bir xil bo'lib qopti. Xo'p. Bu yerda ham Sparklar bor. Sizdanmi aka bu? Ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi? 14 qo'ng'iz rang deydimi? Qanaqa shunaqa rangda? Tak, ABS bor, metan gazimiz. Ma'lumotlarimiz holati ham yaxshi turibdi. Kraska qanday aka? Hozirda bitgan narx. Chiqib olganingizdan beri o'zingiz qilmagansiz. Chexollarimiz bor. Mexanika. Tirikchilikmi aka yo o'zingiz qayda yurgan mashinangizmi? Qayda yurgan mashinangiz? Xo'p. Endi aka bilmayman, men olganimdan beri qilganim yo'q deb aytdilar. O'zingiz ko'rib, qarab olaverasizlar. 285 ming yurgan, 90lik 372 5200 nomerlari. Aka narxini qancha deyapsiz? 5200 yozib qo'ygan. 5200, yana kami bor. Faqat naqd kam yo'q, variantlari ham bo'ladimi aka? Bo'yada. Faqat naqdga chiqadi. Bozor so'radim, savdo bo'ldi. Bermaganingizdan bo'ldimi? 4,5. Naqd bo'lsa bermaysizmi aka 4,5? Ozgina bor. Ozroq qo'shsa gaplashib ko'rasiz. 4,5 dan tepasiga so'raverasizlar do'stlar. Nomerlarini ko'rsatib o'tdim. Rahmat aka. Sizdanmi aka bu? Ko'rsatsak bo'ladimi? 2019. 2019. Benzindanmi aka bu? Metan. 65 talik metan bo'lsa kerak. Sindiskalar. Mashinaning orqadan ko'rinishlar. Kraska qanday aka? Petnosi bor. Petnolari bor. O'dar yo'q. Xo'p. Chexol poliklar qilingan. Mashina tayyor ekan. Mashincha yaxshi holatda turibdi. 106 probeg bo'lgan. Telefon nomerlari 99 368 93 09 do'stlar. 6800 kami bormi aka?
6800 do'stlar, kami bor. Nomerlarini ko'rsatib o'tdim. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib savdolashib olaverasizlar.